O'sha bo'ronli oqshom Amir bilan birinchi marta uchrashgan kun. Bu so'z Padmojani nafasini bo'g'ib qo'ydi. Yuragi orziqib, karavotdan turib stulga o'tirdi. Uning tomon qarab, qiyshiq tabassum qildi va hayajonlangan ovozda gapira boshladi. Amir yilni ko'p qismini poytaxtda o'tkazadi. Faqat yomg'ir va qish fasllarida qishloqqa keladi. O'sha payt yomg'irning o'rtalari edi. Hamma qizlar yig'ilib bo'lgan edi. Shodlikda biz ikkovimiz zarlar o'ynab o'tirgan edik. To'satdan u taklif qildi. Agar uni yenga olsam, nima so'rasam beradi. Omadim kelib Amir o'sha kuni yutqazdi. 8 qishloq qizlariga biz hech qachon tegmaymiz. O'z qishlog'imiz qiziga tegilsa, katta amakining obro'si to'kiladi. U bu yerlarning boshlig'i. Shuning uchun 8 qishloqdan hali hech qanday qiz bizni tuzog'imizga tushmagan. Men seni maktabga ketayotganingda ko'rganman. Ishoning, seni ko'rgan o'sha kuni kechasi 2 ko'zimga uyqu kelmadi. Otamga qayta yolvordim seni olib kelish uchun, lekin u rozi bo'lmadi. 8 qishloqdan qiz olib kelish mumkin emas, qat'iy taqiq bor edi. Hech bo'lmasa sovchi qo'yishni iltimos qildim. O'shanda katta amaki onang haqida aytdi. U mustaqillik urushi qatnashchisi edi. Qishloqdoshlarning og'zidan eshitganman. Onang seni hozir turmushga berishni istamaydi. Olis yurtlardan obro'li oilalarning kuyovlari kelib turgan bo'lsa ham, seni turmushga berishga rozi bo'lmagan ekan. Lekin men faqat seni istardim. Sening go'zalligi shundayki, umr bo'yi bahramand bo'lsang ham ko'ngil to'lmaydi. Kanalga obuna bo'lish uchun. Bu qanday hikoya? Mana hikoyaning ichiga shunchalik kirib ketdingizki, go'yo hamma narsani unutdingiz. Ammo hikoyaning asl siri obuna bo'lish tugmasida yashiringan. Bosing va bizning hikoyalar olamining barcha sirlarini kashf eting. Hikoyaning davomi. Oxirgi so'zni eshitib, nafratdan Padmojaning peshonasidagi chiziqlar chuqurlashdi. Ridoyan davom etdi. Bu uyga, bu podvalga bo'lgan qiziqishim anchadan beri. Shunday bo'lsa ham men bularni xohlamay, Amir oldida seni istaganman. Bir o'ylab ko'r, senga qanchalik maftun bo'lgan edim. Bir o'yla Padmoja. Padmojaga rahmdili ko'z bilan qaradi Ridoyan. So'ngra birdan uning yuzida g'azab paydo bo'ldi. Ammo nima bo'ldi? U o'zi tanlab oldi. Amir seni olib kelishga men uchun borgan edi. Faqat men bilardim. Onang uyda yo'q edi. U va'da bergan edi. Kechki azondan oldin seni mening oldimga yetkazib beradi. Shu yerda, mana shu xonada o'tirgan edim. Seni yarim tungacha kutdim. U to'xtadi. Biroz nafas oldi. Bir payt zerikib ichkari hovliga ketdi. Borib eshitdiki, Amir katta amakiga tahdid qilyapti. Agar senga uylanishga ruxsat bermasa, ishni tashlab ketaman debdi. Garchi hammamiz bilamiz, Amir hech qachon o'z kasbini tashlamaydi. Shunday bo'lsa ham katta amaki Amirni xursand qilish uchun va'da berdi. Senga uylanadi. Qanday bo'lsa ham. Ridoyaning ko'zlarida g'azab chaqnadi. Bu haqda Amir bilan bahslashganman. Menga tahdid qilishdi. Saidni o'ldirish kerak. Said Amirga nisbatan hurmatsizlik qilgan, haqorat qilgan edi. Shuning uchun Amir qasos olmoqchi edi. U Saidning tirik qolishini xohlamadi. Bu vazifa mening bo'ynimga tushdi. Amirning buyrug'iga hamma bo'ysunishi kerak. Ammo o'sha kuni men bo'ysunmadim. O'shanda katta amaki aytdi. Hamma ko'z o'ngida Amirning xotini bo'lsa ham, uyda sening xotining bo'ladi. Men chora ko'raman. Amir bilan gaplashaman. Menga umid berildi. To'la umid bilan Saidni o'ldirishga ketdim. Hammasi seni qo'lga kiritish uchun edi. Endi uning yuzida hasad paydo bo'ldi. Ajablanarlisi nima? Bilasanmi? Onang o'sha kuni u yerda edi. Ayolning bunchalik dahshatli ekanligini oldin bilmagan edim. Bir ayol qanday qilib mast 2 odamni so'yib tashlashi mumkinligini sen tasavvur ham qila olmaysan. Ridoyan to'xtadi. Hayrat bilan Padmojaga qaradi. Go'yo o'sha qotillikni ko'z oldida ko'rayotgandek edi. Padmojaning yuzida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. U bu voqeani biladi. Hatto o'qigan edi. Ridoyan yana boshladi. Ertasi kuni ertalab katta amaki sovchi qo'ydi. Onang ham rozi bo'ldi. Aytmadimmi, men dunyodagi hamma baxt bilan tug'ilgan deb. Onang meni tanimasdi. Shuning uchun sovchilikni osonlikcha qabul qildi. Katta amaki jamiyat nazdida shunchalik buyukki, sadaqa beradi. Birovlarning muhtojligini qondiradi, davolaydi. Uning o'g'lining xotini bo'lish katta narsa edi. Onang ichkaridagi ahvolni bilmas edi. Rozi bo'lishi tabiiy edi. Ridoyan biroz to'xtab yana gapira boshladi. Mayli, keyingi gapni aytay. Amir onang 2 qotillik qilganini eshitib tashvishga tushdi. Amir odamlarni yaxshi taniydi. U darhol onang murakkab inson ekanligini angladi. Menga to'y uyiga borishni taqiqladi. Tani qolsa muammo bo'ladi dedi. Amir bilan birga katta amaki ham taqiqladi. Padmoja gapni bo'lib so'radi. Siz bu qishloqning o'g'lisiz. Onam ham shu qishloqning qizi. Shunday bo'lsa ham sizni tanimasmidi? Havoladorlar uyining o'g'li sifatida ehtimol ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin eslolmagan yoki ismini eshitgan, yuzini tanimagan. Meni ko'pchilik tanimaydi. Ismini eshitsa yuzini eslolmaydi. Yuzini ko'rsa darhol tan olmaydi. Men ko'pincha bu yerda yoki ichkari hovlida bo'laman. Kechasi chiqsam trolleybusda bo'laman. Bundan tashqari onang atrofdagi odamlarga unchalik e'tibor bermas ekan, o'z uy ishlari bilan band bo'lardi. Bu so'zlarni beparvo ohangda aytib Ridoyan to'xtadi. Padmojachim, uning xayolida turli savollar aylanmoqda, lekin og'zidan hech narsa chiqmayapti. Qayerda to'xtagan edim?
Ridoyan o'zi eslashga urindi. Esiga kelgach yana gapira boshladi. Uning so'zlariga ko'ra, amirning buyrug'iga ko'ra u Himlatiga yuz ko'rsatmagan. Hech qachon o'sha uyda bormagan. To'ydan 2 kun oldin qizlar Dakkaga jo'natilgan. U yerdan Alamgir amirning so'ziga ko'ra ularni chet elga sotgan. O'lgan qizlar esa katta daryolarga tashlangan. Bir qiz qolgan edi. O'sha qiz sizlarning to'yingizdan oldingi kechasi o'ldirilgan. Ichkari hovlida amirning to'y marosimi bo'layotgan edi. Qabul va Ridoyan jasadni olib hovuzga ketishdi. Hovuzda o'sha paytda kuchli oqim bor edi. Uyga qaytishlari kerak edi. Qizni uzoqdan olib kelingan edi. Shuning uchun Qabul qizni daryoning oxirgi qismiga, hovuzning boshiga tashlab yubordi. Aynan o'shanda bir qayiq kelayotganini ko'rishdi. U yerda Marol oilasi bor edi. Ridoyan trolleybus ichida edi. U Qabulni shoshilib, tezda trolleybusni buring dedi. Keyingi voqeani Padmoja biladi. Butun voqeani eshitib, u hayrat va dahshatga tushdi. U titroq ovozda so'radi. Va Hanif Mamu bir notanish dunyoda yo'qolib bormoqda. U yerda hamma narsa teskari, hamma narsa dahshatli. Ridoyan biroz jahl bilan dedi. Juda kichik narsa. O'sha bema'no bizning odamimiz edi. To'satdan hammadan yuqori gapira boshladi. Tahdid qildi. Talablari oshdi. Ko'p kun chidadik, keyin tugatdik. Ridoyan kulib ko'z qisdi. Go'yo qandaydir ulug' ish qilgandek edi. Qarindosh otang va Abdul haqida ham so'rayapsanmi? Ularni bilishning senga foydasi yo'q. Ikkalasi ham hamma narsani bilib qolgani uchun o'ldi. Oddiy hisob. Qarindosh ota amirning qo'lida, Abdul esa mening qo'limda. Bularni qo'ying. Keling amirning hikoyasiga o'taylik. Bugun senga faqat amir haqida gapirib beraman. Ridoyanning har bir so'zi Padmojani larzaga solardi. Hanifning o'limi, qarindosh otaning o'ldirilishi, uning amir bilan to'ydan oldingi kechasi, daryoda topilgan jasad, hammasi bir ipga tizilgan edi. Padmoja murakkab bir tuzoqqa tushib qolgan edi. Uning har bir yo'li uni yanada chuqur zulmatga olib borardi. Boshi aylana boshladi. Minglab fikrlar bir vaqtning o'zida hujum qildi. Shu paytgacha uning hayotini boshqargan ko'rinmas kuch, uning orqasida aylanib yurgan ko'rinmas soya endi oydinlashdi. Ridoyan dedi. O'sha kechasi katta amakaning gapiga ishonib, seni o'zimga olmoqchi bo'ldim. Amir hech narsa demas deb o'yladim. Nima bo'ldi? U sening go'zalligiga butunlay qoyil qildi. Astaydir seni himoya qila boshladi. Onang go'yo odamlarning ko'ziga qarab tanar ekan. Kimdan eshitdim bilmayman. U bu narsani jiddiy qabul qildi. Hech qanday tavakkal qilishni xohlamadi. Onangdan qo'rqardi. Ayolning nigohi, gap so'zi juda o'tkir va xushyor edi. Amir onangni ham, bu mening gapim emas, amirning gapi. Nigohini kuzatish uchun diqqat bilan qaradi Ridoyan. Padmojaning ko'zlari hayrat va qayg'udan namlanib turardi. Amir onasini o'ldirmoqchi bo'lganini o'ylab, Padmojaning butun vujudi titrab ketdi. Hatto o'ldirmoqchi ham bo'lgan, dedi Ridoyan. Uning g'azabi hali ham saqlanib qolgan edi. Padmojaga go'yo oyog'i ostidagi yer sirg'alib ketgandek bo'ldi. Uning onasini o'ldirishga urinish bu dahshatli tush edi. Undan uyg'onishning iloji yo'qdek. Uning ko'zlari yonib ketdi. Ichidagi barcha g'azab, nafrat, umidsizlik bir vaqtda otilib chiqdi. U yarador sherga o'xshab bo'kirib yubordi. Bularning hammasi uydirma, yolg'on gap. Ammo uning ovozdagi titroq, uning o'zi ham bu so'zlarning haqiqat ekanligini bilishini ko'rsatardi. Ridoyanning kulgisi cho'zildi. Haqiqatni o'zgartirib bo'lmaydi. Sen xohlagan narsani o'ylashing mumkin. Keyingi voqea. To'yingdan bir necha kun o'tgach, men onangni o'ldirmoqchi bo'lganimda, bildimki onangga qandaydir kasallik kelib qolibdi. O'lib qoladi. Hammasini unutadi. Istehzo bilan kulib yubordi Ridoyan. Uning kulgisi o'tkir pichoqday Padmojaning qulog'iga sanjildi. Uning qoni boshiga chiqdi. Butun vujudi qaltirardi. U qichqirdi. Ket bu yerdan. Sizga chida olmayman, ket. Ridoyan to'xtashi bilan tosh haykalday qotib qoldi. Padmojaning hezotli so'zlariga u qoshini ham qimirlatmadi. U befarq ohangda davom etdi. Ehtimol onang otang bilan gaplashayotgan edi. Aniq esimda yo'q. Uzoq vaqt oldingi voqea. Hammasini eshitib, Amir o'ldirish rejasidan voz kechdi. Baribir bir necha kundan keyin sen bilan Dakkaga ketadi. Onang ham bir necha kundan keyin o'ladi. Endi o'ldirishning nima keragi bor? Agar o'lmaganida edi, Amir o'ldirardi. Mana sening erkalab yurgan ering. Ridoyaning lablarida masxara tabassumi, uning yuz ko'rsalarida chiqnadi. Padmojaning ichki azobi uning qo'g'irchadek go'zal yuzida aniq ko'rinib turardi. Amirga bo'lgan g'azab, nafrat nafasi bilan birga chiqayotgan edi. Agar hozir uning qo'l oyog'i bog'ilmagan bo'lsa, avval Ridoyanning bu chig'iga tegadigan kulgisini abadlik to'xtatgan bo'lardi. Keyin Amirni. Ridoyan hayajonlanib dedi. Hali ko'p narsa bor. Endi ko'zing bilan o'ldiradigan bo'ldingmi? Qilganini eshit, keyin o'ldir. U ovoziga sirli bir ohang berib gapira boshladi. O'sha kuni sening imtihon natijalaring e'lon qilingan kuni onang birinchi marta bizning uyga keldi. Zukka, aqlli ayolning miyasi meni ko'rish bilan ishlay boshladi. To'xtab yana boshladi. Men kechasi 2-qavatda yurgan edim. Rumpavayning xonasini kuzatish uchun sekin yurardim. Shunday bo'lsa ham o'sha tovush onangning quloqiga bordi. U chiqdi. Gaplashdik. Bu odam sening kelajaging haqida qayg'urib yig'lab yubordi. Ridoyanning yuzida sun'iy qayg'u ifodasini yaratishga urindi. Padmoja nigohini burdi. Ridoyan to'xtamadi. Oxirgi tunda men va Amir tomda edik. To'satdan onang o'rmonga kirib ketayotganini ko'rdik. Qanday jasorat! Qizning qaynotasining uyiga birinchi marta kelib, shubha bilan butun uyni aylanib chiqa boshladi. Zarracha qo'rquv yo'q. O'sha paytda o'rmon ichida bizning xavfsizligimiz unchalik yaxshi emas edi. Shuning uchun men pichoq olib onangning orqasidan qo'yib bordim. Ridoyanning ovozida hayajon paydo bo'ldi. Ammo onang butun o'rmonni aylanib chiqsa ham hech narsani topa olmadi. Uning omadi kelgan ekan. Qizning kuyovi qo'lida o'lmadi. Bu yerda hammasi tugamadi.
Sizlar Daqqiga ketganingizdan keyin u yana 2 marta yashirincha bu uyga kirgan. 2 marta ham Habulov uning orqasidan tushgan. Men o'shanda Amirga xat yozdim. O'shanda Amir aytdi, "Onang yana kelsa darhol o'ldir." Ridoyan jahl bilan yuzini burishtirib dedi. Ammo u boshqa kelmadi. Qancha kutdim. Ehtimol hech narsa topolmay, bu uyda hech qanday sir yo'q deb ishongan yoki kasal bo'lib qolgan. Oxiri biroz kulib dedi. Onangning omadi chindan ham bor ekan. 2 marta qizining kuyovi qo'lida o'lishga, 2 marta Habulov kabi qatil qo'lida o'lishga sal qolibdi. Uning o'limi kasallikdan bo'lishi kerak ekan. Qarang, Amir bilardi, onang senga naqadar qadrli. Shunday bo'lsa ham o'z manfaatini o'ylab, onangni o'ldirmoqchi bo'lgan. Bunday odamni sen buncha yillar mehr bilan sevib kelding. Ridoyan Padmojaga qo'zg'almoqchi edi. Padmoja jim. Uning qalbida hech qanday his tuyg'u yo'q edi. Ridoyan dedi, "Nima deb o'ylayapsan? Men onangning o'lim yilligi va singling to'yi uchun kelgan deb o'ylayapsanmi? Yoki hamma ishni tashlab, faqat seni xursand qilish uchun kelgan deb o'ylayapsanmi?" Uning yuzida istehzo paydo bo'ldi. U bu yerga o'z xavfini boshqarish uchun kelgan. Qubaytdan katta maktarda pul olgan 6 oy oldin. Buning evaziga qizlar yetkazib